Kommentariylarda o'qisiz sizni Saturnga tenglashtirishyapti. Qanday kosmos bilan buni tenglashtirish mumkin? Do'stlar, Furqat Yoqubov bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Mana oxirgi jangingizda Qozog'istonlik jangchi bilan urushgan jangda ozgina yetmay qoldi, agar yutganingizda UFCga yo'l olarsiz. Yana imkoniyatimiz bormi aka? Alhamdulillah, bitta bor. Hozir gaplashdik matchmaker bilan. Bitta qanaqadir любой ligada UFCdan tashqari bitta bo'yin dasturchini yutsam, UFCga welcome deydi. Qaysi ligada urushmoqchisiz? LFA'da urushmoqchiman. O'zi LFA'da kontaktim ham bor. No, safirini topisholmayapti. Hozirgi paytda. Hozir kimdirga aytsam ishonmashi mumkin, u kim Amerikada yashasa biladi. Ular urushmas ekan. Nima sabab? SNGning bolalari bilan biling, Kuchliligimizni bilishadi o'shalar ham. Shunga endi hozir men shu gapirsa hamma kim bo'ldi deydi, shuning uchun. Yo'q, biz O'zbekistonning bayeslari kuchli realni. Odamlar biladi, o'sha Amerikadagilar urushgisi kelmadi, urushmayapti. Hozir biz shunga trener bilan maslahat qilibmiz. Может, любой boshqa ligada urushamiz. Dubayda amaliyotda turnirda. Bitta jang kerak xolos. UFCga. Досрочная победа все. Досрочный победа qilmasangiz bo'lmaydimi? Да, faqat досрочный. Kommentariyalarda o'qisiz sizni Saturnga tenglashtirishyapti. Qanday kosmos bilan buni tenglashtirish mumkin? Men shuni tushunmayman. Biz professional bayez bo'lmasak ham, lekin sizni достижениялаringizni bilamiz. Ularga nima degan bo'lardingiz aka? O'zimizni o'zbekistonlik bo'lib turib, bir-birimizni podдержка qilishni o'rniga bunaqa qilish nima deysiz aka ularga? Endi divanda o'tirib hamma yoza oladi bilan. Hamma divanning chempioni deb bekorga aytmagan. Buni o'ylab qarasa, именно u insonga tegib gapirsa ham, может xafa bo'lsa ham bu haqiqat. Kibrlidimi hozir kimdir odam. Uni butun turli trenirovkasini yig'ib, butun turli sparingini yig'sa ham meni bo'yimchalik ham chiqmaydi. Men lyubitelskiy karyeramda O'zbekiston uchun 10 yil birinchi nomer bo'lganman. O'zbekiston uchun. Birinchi nomer? Birinchi nomer bo'lganman kickboksda 10 yil. Kickboksda? Ha, podrad 10 yil. Молодец. Kibr deydimi, kimdir yo, unaqa deydimi, bu fakt. Chempion bo'lganman, chempion mera bo'lganman, kickboksdan oshganman, rukopashkadan oshganman. Hozir men kickboks professionallar o'rtasida chempion bo'lganman. O'zbekiston uchun oshganman. Boshqa mamlakat uchun urushmaganman, o'zbeklar shu bilish uchun. O'tirib olib, odamlar yozyapti. Bu bilan urishsa bu uradi. Inson u mahalla chempionatda urishib yuribdi. Men qayerda urishib yuribman? U bitta emas, bu bo'libdi, chetda urishgan o'zbek mashhur emas, haqiqiy bayt chiqadi. Itti chiranib, kaltini yeb, cheris ochlik, qiyinchilik chempion bo'ladi-da. Hamma odamlar bularni ko'radi, bu yerda mahalla chempionatda urishayotibdi, pullarni olganini ko'rib, hamma o'ylaydi, ozgina jinnilik qilsam, mana chempion bo'larkanman deydi. Nargilarni hech kim bir tiyinga olmaydi. Xayolida sport shunchalik oson, lekin bilmaydi sportni nonni yeyish qiyin. Juda ham qiyin aka. Begona turnirga bo'lsang, boshqa mamlakatga bo'lsang, shunaqa urishadi, sportni tashlab olasan, не только zalga borish. Sizni UFCda kutamiz. Haterlar uchun ham xudo xolasa UFCda sizni ko'rishni xohlaymiz aka. Vaqtingizni ajratib savollarimga samimiy javob berganingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga omad. Abdushay aka.